Salom hammaga. Demak, Onyx mexanika sfreniyasidan qiynalganlar juda ko'p bo'lsa kerak. Ko'p joyga demayman, ba'zi bir joylarga borib glavniy silindrini ham bir bu narsa o'ylab topsa bo'lmaydimi? Biron bir Lassetti'ni Nexia'mi glavniy silindr qo'ysa bo'lmaydimi deganda juda ko'pchiligi bo'lmaydi deyishdi. Mana bo'larkan qo'yildi. Bu ko'rinadimi yo'qmi? Yaxshi ko'rinmayapti-da. Xullas, Lassetti'ni glavniy silindri qo'yildi. Onyx mexanikaga o'ziniki ish tushgan, hammasi biladi. Shpritsdan farqi yo'q. Ko'pga bormaydi. Ko'chalarda qolib ketaverib charchab ketganlarga jo'natib qo'yamiz shu videoni. Harakat qilsa hamma narsaning iloji bor.